Furiya komandasi AM Krakow yarim finaliga yo'l oldi. E'tiboringizda AM Krakow 2026 chorak final yangiliklari. Chorak finalning birinchi to'qnashuvi Furiya va Aurora komandasi bahsi bilan boshlab berildi. Komandalar DAS 2, Mirage, Inferno kartalarini tanlashdi. Birinchi karta DAS 2 Aurora komandasi tanlagan karta. Bu karta boshlanishi bilan Furiya komandasi ketma-ket raundlarni olishda boshlashdi va hisobni 3-0 ga to'g'rilashdi. Keyin Aurora komandasining o'yini ham ochilishda boshladi. Avvaliga 3-1, keyin esa hisobni 3-3 qilishdi. Boshlang'ich raundlardagi eng qiziq vaziyatlardan biri 3-raundda Malodoy va Kserato birlashib 2-4 klach qilishdi. Yana bir dahshatli vaziyat qahramoni Aurora komandasi o'yinchisi Voxic AWP'ning bir o'qi bilan naq Furiyaning 2 o'yinchisini o'ldirdi. Garchi bu karta Aurora komandasining tanlagan kartasi bo'lsa ham o'yini yurishmadi va o'yinda deyarli nazorati Furiya komandasida bo'ldi va DAS 2 kartasida umumiy 13-7 hisobida Furiya komandasi g'alabaga erishdi va yarim finalga katta qadam tashladi. Ikkinchi karta Mirage kartasi. Furiya komandasi pik qilgan karta boshlandi. Bu kartada Furiya komandasi raqibini umuman sezmadi va ketma-ket raundlarni yutishda boshladi. Avvaliga 5-2, keyin esa hisob dahshatli 9-3 ga yetdi. Bu hisobdan keyin Aurora komandasi umuman o'ziga kelmadi va Mirage kartasida umumiy 13-4 hisobida Furiya komandasi g'alabaga erishib yarim finalga yo'l oldi. Endi Furiya komandasining yarim finaldagi raqibi Kimsan Team Spirit komandasi. Albatta juda ham qiziqarli o'yin bo'ladi degan umiddaman. Ikkinchi o'yinda Mouse hamda G2 to'qnashuvida esa Mouse komandasi kutilgandek G2 komandasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va umumiy 2-0 hisobida g'alabaga erishib yarim finalga yo'l oldi. Yarim final o'yinlari O'zbekiston vaqti bilan 19:45 da boshlanadi va ushbu o'yinlarning barchasini GamePoint Esports YouTube kanalimiz orqali jonli ravishda o'zbek tilida tomosha qilsangiz bo'ladi. Shunday ekan videoga bitta like bosib, albatta bizni kuzatib boring va mana shu videoni barcha do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.